Advokat yubordim. Advokat oldisalar, to'liq qo'rqmasdan ko'rsatma bering. Menda zapislar videolari bor. Chek ko'rsangiz, hozir men televideniyega berdim. Televideniya ko'rsatmayapti. Chiqarmaymiz deydi. Yurtdoshlar, bugun sizlar bilan Gulbahor mavzusini davom ettiramiz. Izohlarda o'qiyapman, Gulbahorni nohaq ayblayotganlar ham chiqyapti. Ya'ni borgandan keyin ishlasa bo'lmasmidi, u yog'ida, bu yog'ida baraka topkurlar. Borgan, ishlagan, o'zi aytib turibdi videolarda, ayakkabida ishladim, tekstilda ishladim, temizlikda ishladim deyapti. Hatto qochoq ham emas, ba'zi videolarda ko'rdim, qochoq bo'lgani uchun. Qochoq bo'lganda hayotda studiyaga bormasdi hech kim. Qochoq bo'lgan isboti bor odamlar shunchaki guvohlik uchun bora olmagan. Yonida kvartiradoshlari, xonadoshlari bo'lgan, ularning dokumenti bo'lgani uchun studiyaga birga bora olmagan. Studiyaga yolg'iz o'zi borgan, hamma hujjatlari joyida bo'lgan. Keyin bu erkak birga yashaylik deb taklif qilgan, birga yashagan bo'lar. Endi men sizlarga seshanba kuni menga Gulbahor ovozi xabar yozgan ekan, men o'qimaganman. Keyin chorshanba kuni yana 3 ta yozgan, men yana o'qimaganman. Payshanba kuni gaplashyapmiz, payshanba kuni keyin WhatsAppdan menga tashlab beryapti. O'sha boyagi erkak, 56 yoshli boboy bor, Recep. O'shaning ovozlarini tashlab beryapti. Birinchi o'rinda men sizlarga menga Gulbahor yozgan, seshanba kuni yozgan ovozli xabarni qo'yib beraman. Instagramdan yozgan. Assalomu alaykum, Beknazar aka, yaxshimi, sog'lig'ingizni charchamas, o'zi sizga bezovta qildim. Ay, ko'rsangiz 20 ming dollarga dolantiradigan anaqa bor-ku, Turk, o'shani anaqasimanda. Ko'rsangiz, menda zapislari. Shu yerda bitta narsani aytib ketay. Bu seshanba kuni borganda hali 2 martami ko'rsatuvga chiqqan bo'lgan, 1 marta ko'rsatuvga chiqqan bo'lgan. Hali chorshanba kuni borgan, payshanba kuni borgan, oxirgi ko'rsatuvni olib ketib qolgan. Endi ko'rsatuvga chaqiryapti deganda bu unchalik jiddiy qabul qilmaganda, chunki bu erkak bilan birga yashagan u 1,5 yil, 2 yil. Bu erkak doim shunaqa qilib yurgan, pul berib, qaytarib olib, pul berib, qaytarib olib yurgan. Buni isbotlab beraman hozir. Buni eshitaylik-da yana. Shuning uchun bu seshanba kungi ovozli xabarlarda xursand, men televideniyaga chiqyapman deb o'ylaganda endi TikTokda, ijtimoiy tarmoqlarda faol, kim sizni televideniyaga chaqirsa, birdaniga qo'rqasiz. Meni ham chaqirsa, men ham o'zimga o'yerim bo'lsam, haq bo'lsam, Turkiyadan adolatni yoki O'zbekistondan adolat kutsa, men ham qo'rqmasam televideniyaga boraman. Yes, meni chaqiryapti televideniyaga deb. Menda zapislar videolari bor-da, aka, ko'rsangiz, hozir men televideniyaga berdim. Televideniya ko'rsatmayapti. Chiqarmaymiz deydi. Meni bu yerda hozir haqsiz chiqarishyapti-da. Men u qadar pul olganim ham yo'q. To'pi yuborgan bo'lsa, opamga 6 ming, 7 ming dollar yuboribdi. Hozir hisob kitob qilsam, bir yil nechida. Bilmasam, bitta bardoq choyini qilsa buni qilganmi bu? Ishonib ahmoq ekanman deb bunday ko'rtlarga. Hozir ko'rsangiz, Allohdan videolarni, zapislarni oluvdim-da. Men nima qilsam bo'ladi hozir? Bitta o'zim bo'lganim uchun turklar meni anaqa qilib yotibdi. Video zapislarni chiqaraman desam, chiqarmaysan falon deb menga qo'rqitishyapti. Menga aytadiki, chiqarmaydi, agar chiqaradigan bo'lsang-da, seni deydi, anaqa qilamiz deydi. Deport ettirib kisallab olib tashlab yuboramiz deydi menga. Men nega chiqarmashim kerak zapis? Men nohaqmanmi? Men haq bo'lganim uchun zapis qilganman dedim. Qarang deb zapisdan tashladim. Sizga tashlasam, eshiting, ko'ring zapislarini-da. Menga Telegramdan yozsangiz yaxshi bo'ladi. Turk nomerimni tashlayman sizga. Iltimos aka, shunday o'zim oqlab chiqishim kerak-ku. Meni yomonlab yotibdi Turk. Ko'ryapsizlarmi? Agar bu Recep boboy buni polisga berganda, polis buni deportatsiya markaziga yoki qamoqqa olmasdi. Kelardi, ifodasini olardi, ko'rsatardi boboyga, o'sha milisaxonada. Mana derdi, ovozli xabarlar bor, boboyni o'zi jo'natgan menga. Men kerakmas deganman deb. Ovozli xabarda bor-da chunki. Hatto skrinshotlar ham bor. Keyingi ovozni eshitamiz. Bu seshanba kuni yozilgan, men seshanba kuni javob bermaganman. Chorshanba kuni yana yozgan 20:45 da. Assalomu alaykum. Beknazar yaxshimisiz? Sog'lig'ingizni charchamayapsizmi? Uzr, bezovta qildim. Agar menga WhatsAppdan nomingizni bersangiz yaxshi bo'ladi dedim-da. Mana shu qarichonim menda zapislari bor-da, shu tarqatib yuborish kerak zapislarini. Menga yuborma, pul kerak emas, odamga yuborma. Ertangi kun ustimga kelib polisiya shikoyat qilaman, unaqa bo'ladi deb meni anaqa qilma. Kerak emas, pulingizni ham o'z xohishim bilan yuboryapman degan zapislari. Undan so'ng videolari ham bor-da menda. Iloji bo'lsa anaqa qilib bering, shuni tarqatib. Hamma meni ayblayapti hozir, hamma meni ustimga tushyapti, to'g'risi. Bitta o'zimman deb, hech kim yo'q. Shuning uchun meni ezilyapti-da. Bilmayman, qayerdan topdi u ayollarni, anaqalarni. Meni qilishyapti. Pulim oldi, sochi qizildi, gapga qarang. Bir hafta 2 hafta bo'ldi sochim bo'yagan. O'zidan qora sochda yurdim. Mart oylaridan qanaqalarda anaqa qildim deydi. Yaqaladim yerimni deydi. Mart oyi sochim siyohdi-da.
Shunga asabim o'ynab o'tiribdi. Bu endi ikkinchi kun ko'rsatuvga borganda efirda telefon qildi-yu odamlar, turklar. Meni erimni yo'ldan urdi, deb telefon qildi. Keyin bir erkak chiqdi, meni 4000 dollarga uxlatdi deb bitta turk xotin chiqib, sochi qizil edi deyapti. Bu aytayapti, mart oyida meni sochim qizilmas edi deyapti. Ya'ni nagli tuhmat bo'ldi efirda. Efir vaqtida aytdi-ku, telefon qilganlarga, "Sen kimsan? Sen bilan qayerda yozishdim?" dedi. Ism familiyangni ayt desa, telefon qilgan o'sha Turkiya fuqarolari birontasi ism familiyasini aytmadi. Chunki qo'rqdi ertaga mahkama bo'lishidan. Bu nagli uyushtirildi. Bunaqa narsa yangilik emas hozircha. Keyin aytayapti efir vaqtida, Gulbahor aytayaptiki, Mugaanliga, "Mana deyapti, abla deyapti, xohlasang TikTokimni olib ko'r deyapti. Qani kim bilan yozishibman? Isbotlab bersin deyapti. Men TikTokda hech kimga javob bermayman" deyapti. Keyingi ovozni eshitamiz. Biz WhatsApp anaqangizni nomeringizni tashlab olsangiz, WhatsApp ishlaydigan WhatsAppdan sizga tashlab olaman deb zapisdan hammachikisini. Bitta yordam qiling-da aka, hozir to'g'risida meni qoralab yotishibdi. Iltimos sizdan o'zimni oqlab chiqib ketay bu anaqadan temadan. Hozir to'g'risi juda ham qattiq bo'ldi-da. Topir meni kissasidan o'g'irlab olgandek xirsiz deb juda ham yomon bo'lar ekan odam. Ko'rasizlarmi? Bu ovozlar menga seshanba, chorshanba kuni yozilgan. Men payshanba kuni keyin telefon raqamimni jo'natganman. Telefon raqamimni yopishga harakat qilaman. Telefon raqami tarqab ketmasin. Xullas, WhatsAppda keyin menga ovozli xabarlarni tashladi. Bu boboy hozir yana boshqa O'zbekiston fuqarosi bilan yashayapti. Uni ham rasmlarini tashlab berdi. Endi u ham O'zbekiston fuqarosi. Men uni rasmlarini tarqatish niyatim yo'q. Boshqa videolar ham bor dedi. +18 uyasi videolarini tashlagan menga dedi. Men unaqa narsalar tarqatilmaydi dedim. Bu ovozli xabarni ham hozirgacha boboynikini tarqatmoqchi emasman. Chunki bularni hammasini men advokatga tashlab berganman. Oxirgi ko'rsatuvdan keyin uni birinchi karakolga olib ketishgan Gulbahorni. U yerda bir kun oqshom saqlagan. Ko'rsatuvda aytdi o'zi Mugaanli boshlovchi aytdiki, "Biz atayin" dedi. "Bir oqshom karakolda ushlab turdik bu narsani" deyapti. "Omon bo'lsin, sog' bo'lsin bizni prokurorlarimiz" deyapti. "Aslida" deyapti, "uyiga ketsa ham bo'lardi. Bu kunga olib ketishi mumkin edi. Chiqishga taqiq bor edi, yo'q bu yoqda, lekin biz uni atayin his qilsin odamlarni aldash qanaqa bo'lishini deb bir oqshom olib ketdik" deyapti. Umuman mazmuni nima bu narsani? Hozir sizlar izohlarda yozinglar, videoga like bosinglar. Ovozli xabarni tarqataymi? Rajab Beyning ovozli xabarlari bor menda. Yozishmalari bor. Menga tashlab bergan WhatsAppdan. Men hozircha uni advokatga tashlab berdim, Ozod opaga tashlab berdim o'sha jamiyatdan. Lekin tarqating degandan keyin hozircha tarqatganim yo'q. Chunki balki u advokatda sud ishida kerak bo'lib qolishi mumkin. Masalaning mohiyati shundaki, bir ayol Turkiyaga boryapti, ishlayapti. Va bitta taksist bilan tanishibdi. Endi ishxonada u bilan tanishasiz, ko'chada bu bilan tanishasiz, patron bilan tanishasiz. Tanishasiz tabiiyki, siz bir yakkama-xo'v emassiz-ku. Xo'p, tanishdi. Nima bo'lganda ham u ayol kishi. Farzandlari bor O'zbekistonda 3 ta. O'zbekistonda turmushi buzilgan bo'lishi mumkin. Endi bilmayman O'zbekistonda nima bo'lgan, nima qo'ygan. Men bu ayolni masalan shaxsan o'sha o'zi seshanba kuni yozmaganda shu ayol ekanligini bilmasdim. Menga Instagramdan yozgan ekan, Turkiya migratsiyasi bo'yicha savollar bergan ekan 2 yil davomida. O'zi menga Turkiyadagi o'zbeklarning 70-80% yozadi. TikTokdan yozadi, YouTubedan yozadi, Instagramdan yozadi, Telegramdan yozadi, Facebookdan yozadi. Juda ko'pida meni Toshkentdagi, Istanbuldagi aviakassam telefon raqami bor. Men shunchaki yurtdoshimiz bo'lgani uchun, adolatsizlik bo'layotgani uchun kontent qilyapmanki, bundan keyin ham boshqalar ham bu narsani bilsin. Bir O'zbekiston fuqarosi Turkiyaga boryapti, turk bilan tanishyapti, oila quramiz deyapti, ikkalasi yashaymiz deyapti, keyin turk qiliqlari chiqib kelyapti. Endi bir ikkita uyatsiz gaplar ham bor o'sha o'rtada, qanaqa qiliqlari chiqib kelayotgani çok deyishli ekan deyapti-ku, o'zgaruvchan ekan deyapti. Bu turkni qiliqlari chiqib kelgandan keyin o'zbek qiz yashashni xohlamayapti. Ya'ni yashamayman, sen bilan oila qurib bo'lmas ekan deyapti. Bu orada bu erkak o'sha yil davomida bunga xarajat qilganman, birga yashadik deyapti-yu mana. Bahorda o'zi, Gulbahorda o'zi televideniya aytayaptiki, "Voy, birga yashadik" deyapti. "Men deyapti, sen menga xarajat qilgan bo'lsang" deyapti. "Buni men senga tekinga qilganim yo'q, men sen bilan birga yashadim-ku. Shunchaki berganing yo'q, sen bilan yashadim, uyingda ovqat pishirdim, uying tozaligiga qaradim" deyapti. "Sen tozaligiga qaradim" deyapti. Televideniyada aytib turibdi. Birga yashagan. Bu endi birga yashab turib kulgili-da, bitta ayolni yashab turib keyin sen bilan 1,5 yil yashadim, endi pulni qaytarib ber. O'zi aytayapti-ku, "Bo'pti, 200 dollardan 400 dollardan qaytarib ber, oyma-oy" desa, "Yo'q, 20 ming dollardan hammasini ber" deyapti. O'zi Rajab Beyni o'zi kim ko'rgan bo'lsa afsuslandi keyin, chunki chindan ham yaxshi ko'rganmi, chindan ham sevib qolganmi? O'zi ovozlari, xabarlarni eshitsanglar ko'rasizlar. Hozircha men ovoz xabarlarini chiqarmoqchi emasman. Endi agar sizlar chiqaringlar deb izoh yozsanglar, ko'proq video like yozsa, prosmotr bo'lsa chiqaraman. Hozir Turkiya migratsiyasi bo'yicha kontent qilaman men, bilasizlar, bunaqa narsalarga aralashmayman. Lekin bunga chidab tura olmadim, chunki Gulbahorda Turkiyada hech kim himoya qilmagan. Oxirida men o'sha Ozod opalarga bog'lanib, konsulxonadagiga bog'lanib, dokumentlarini tashlab, baraka topkurlar, mana bunga bir qarash kerak, yordam kerak bo'lib degandan Gulbahor opani telefonda gaplashgan. Ozod opa, mana bu oxirgi sud jarayonidagi videosi ham bor, mana. Ozod opaniki. Gulbahor, sizga hozir advokat yubordim. Advokat oldingizdalar.
to'liq qo'rqmasdan ko'rsatma bering. Biz yoningizdamiz, tashqarida kutyapman, xo'pmi? Xo'p, rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Xavotir olmang inshaalloh. Ammo bo'yingizga hech narsani olmang. Qamagan bo'lsangiz. Xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, jonim, qo'rqmang. Maryam xonim hozir yordam beradilar sizga. Tamam Maryam xonim, biz tashqaridamiz. hozir men o'sha Mugaallini ko'rsatuv davomida aytgan gaplarini olib chiqishim mumkin, lekin endi bu o'sha yerdagi jamiyatimiz, konsulxonalarimiz o'zi hal qiladigan narsa. Bizning vazifamiz hozir o'sha vaziyatni Turkiyada bu narsani noto'g'ri tushunayotgan, O'zbekistonda noto'g'ri tushunayotgan yurtdoshlarimizga aytish. Bu yerda Gulbahorning hech qanaqa aybi yo'q. Turmush qurmoqchi bo'lishgan chindan ham, lekin uni erkakning qiliqlari chiqqandan keyin, "Qo'y, bir umr shu bilan yashayman, bundan ko'ra yashamay qo'ya qo'y" deb orani ochiq qilgan, xolos. Ovoziy xabarlar bor, 100% ovoziy xabarlarni eshitsanglar, dunyo qarashing boshqa o'zgarib ketadi bu erkakka nisbatan. Erkakni yonini olayotgan ba'zi yurtdoshlarimiz hayronman. Qanday qilib sizlar bu ochiqdan ochiq agar erkak kishi u erkakni yonini olganda men mayli dedim, ha erkakni dedim. Lekin nimaga ayollar u erkak yonini olayotganiga umuman tushunmayapman. Xo'sh, Gulbahorning taqdiri hozir nima bo'lyapti? Gulbahorni o'sha ko'rsatuvdan to'g'ri karakolga olib ketgan, militsiyaxonaga olib ketgan, u yerda bir kun ushlab turishgan, undan keyin sudga olib ketishgan, suddan keyin hozir qamoqxonada. Ya'ni deportatsiya markazida emas, qamoqxonaga olib ketib qolishgan. Bakirko'ydagi qamoqxonaga deyishdi, endi ayollar qamoqxonasiga olib ketib qolishgan. Xo'sh, bundan keyin nima bo'ladi? Ozoda opa advokat yolladik dedi. Konsulxona ham menimcha ertaga dushanba kuni o'sha xat bilan chiqishi mumkin. O'zbek kadin haqlari darnagi, ya'ni Turkiyadagi o'zbek xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish jamiyatidan Ozoda opalar advokat yollab, bu bo'yicha kerakli joyga murojaat qilishadi. Chiqsa undan keyin yana o'zlaridan so'raymiz. Meni bilganim Gulbahorning yashash ruxsatnomalari bor. Menda Rajab Beyning ovozlari xabari bor, skrinshotlari bor. Gulbahorni haqorat qilgan ovoziy xabarlari, rasmlari, hamma ma'lumotlar bor. Lekin birinchi o'rinda advokatni javobini kutishimiz kerak. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Meni maslahatim Turkiyadagi yurtdoshlarimizga ishlashga borganlaringdan keyin mana bunaqa pastkash erkaklardan uzoqroq yuringlar. Ishlash uchun bordinglarmi, fokuslaring faqat ishga qaratib, o'sha O'zbekistonda nima niyat qilib ketgansan, uy olaman degansan, o'g'ilni uylantiraman, kredit to'layman yoki kontrakt to'layman deb ketgan bo'lsalaring, chalg'imasdan, o'ngga chapga yurmasdan ishlaringni qilsalaring yaxshiroq bo'lardi. Endi albatta har bir ayolning baxtli bo'lishga haqqi bor, turmush qurishga, oila qurishga, farzand ko'rishga haqqi bor, xuddi erkaklarniki kabi. Lekin odam tanlashda ehtiyot bo'linglar. Bir marta xato qilib turib, yana u Turkiyaga kelib turib, mana bunaqa divoynoy xato qilsanglar, sizlarga bir saboq bo'lishi ham mumkin. Katta og'ir zarba bo'lishi ham mumkin. Endi saboq desam noto'g'ri bo'ladi. Dars bo'lib qolishi mumkin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi video chiqsinmi, ovoziy xabarlarni chiqaraymi Rajabni, izohlarga yozib qoldiring.